Короче, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birga Zindayani obrazini qaytarib ko'ramiz. Birinchi bob обязательно yuzimizni tayyorlab olamiz. Men krem bilan SPF suraman. Menda nimagadir oxirgi payt Silimax SPF kasi ozgina yuzimni quritib yuryapti. Hamma tonalnilarim menda plotniy edi. O'shaning uchun menga lегкий покрытие beradigan konsiler ishlataman. Adashmasam bu menda Maybelline konsileri Fit Me 06-оттенок. Qoshimni unaqa chiroyli qila olmadim, поэтому ko'zimni sразу bo'yashga o'tdim. Birinchi bob обязательно konsiler, keyin pudra bilan закрепить qilib olganimizdan keyin telli suramiz. Keyin ham biz to'g'ri surishimiz kerak. От светлого к темному. То есть birinchi bob ochroq оттенокli suramiz, keyin to'qroq. Bu etapni вообще o'tkazib yuborsanglar bo'ladi, lekin men ozgina burnimni korreksiya qildim. Sizlar bilasizlar, men strelka uncha chizishni bilmayman, поэтому qo'limdan kelgancha chizib, внутренний уголокка oq teng surishni boshladim. Уже videoni olib bo'lganimdan keyin tushunaman, то что oq tenglarni слишком kam surdim. Aytgancha обязательно bu yoqqa Instagramga подписаться qilinglar, chunki men videolarni har kuni qo'yishga harakat qilaman. Eng muhim etap bu, конечно же, kiprikimiz. Tush surib bo'lganimizdan keyin kerakli joylarga pudra suramiz, labimizni bo'yimiz, и rezultatimiz tayyor. O'ylaymanki video sizlarga yoqdi. Keyingi videoda ko'rishamiz.